Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi kuningiz fayzli, xayrli va barakaga to'la bo'lsin. Yana siz bilan efirda qalbingizga yaqin, samimiy so'zlar ila hamroh bo'luvchi sevimli boshlovchingiz Baxt. Bizdan uzoqlashmang, chunki hozir siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz, yana bir yurakka iliqlik ulashamiz. Eshitishda davom eting, eng chiroyli lahzalar hali oldinda. Eshitaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, Allohga shukr. Nabira opa, yaxshi yuribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Shukr, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi yursana, uydagilar sog'mi? Rahmat, yaxshiman. Men tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt bo'lib qo'ng'iroq qilmoqdaman. Bugun juda go'zal kun siz uchun, oilangiz uchun katta bayram. Bugun mehringizda ulg'ayayotgan, yuragingizning eng nozik, eng aziz bo'lagingiz Rahmatjonning tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat. Nabira opa, sizga chin qalbimizdan tabrik aytamiz. Alloh farzandlaringizga sog'lik, salomatlik, baxtli, iymonli, halol rizqli umr ato etsin. Ota-onasining hamisha ko'ksini faxrga to'ldiradigan, yurti, eli uchun yuksak inson bo'lish nasib etsin. Rahmat. Aytganing kelgan Allohim. Amin. Siz kabi mehribon, sabrli, tarbiyaga e'tiborli ona qo'lida ulg'ayayotgan farzand albatta nurli kelajak egasi bo'ladi. Sizning mehringizni, duolaringizni Rahmatjonning eng katta boyligidir. Rahmat. Aytganing kelgan Allohim. Bu samimiyatga to'la tabrik kimdan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? O'ylayman, Alloh opasi, Nigora Alloh opasi. To'g'ri, bu so'zlar, tabriklar siz juda ham yaxshi ko'radigan, Rahmatjonning har bir kulgusidan quvonadigan, uning har bir qadamidan faxrlanadigan Shuhrat otasi, Nigora Alloh opasi, og'alari Dilshod, Timur, ukalar Rustam, Rayhonalar nomidan Rahmat. Rahmat. Rahmat yenge, Xudoyim bolalaringizga rohat bersin. Katta rahmat. Amin. Aytganingiz kelsin. Sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida yuraklarning eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir samimiy tabriknoma yuborishgan. Shularni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Bugun biz uchun alohida va unutilmas kun. Allohning ne'mati bo'lgan Rahmatjonning tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Rahmatjon, har doim umring uzoq, qadaming qutlug', qalbing pok bo'lsin. Yuzingdan kulgu, ko'zingdan quvonch, qalbingdan mehr hech qachon arimasin. Ilmli, odobli, iymonli, ota-onasiga suyanchiq, vataniga manfaatli inson bo'lib ulg'aygin. Alloh seni har qadamda o'z panohida asrasin. Baxtingni, rizqingni va omadingni ziyoda qilsin. Nabira, sen ham chin yurakdan tabriklayman. Rahmatjondek farzandni dunyoga keltirib, mehr va sabr bilan voyaga yetkazayotganing uchun Alloh sendan rozi bo'lsin. Onalik baxting bardavom bo'lsin. Farzandlaringning kamolini, baxt va saodatini ko'rib yurgin. Xonadoningdan tinchlik, fayz, baraka va muhabbat hech qachon arimasin. Rahmatjonim, har bir yangi yoshing o'zing bilan yangi baxt, sog'lik, omad va ezgu orzularning ushalishini olib kelsin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Alloh seni ikki dunyo saodatiga erishtirsin deydilar. Rahmat. Hammasini arziysiz. Suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Yenge, rahmat. Tilaklaringiz uchun, istaklaringiz uchun. Allohim siz ham shunday aqtiq, sog'lik, yo'lliqlarga yetirgay Xudoyim. Siz ham
şu doşat temirlarni ilantirib, shunday aqtiqlarni ko'rib o'tirg'aysiz. Amin, amin. Sen qarg'aysiz. Xudoyim. Ilohim. Farzandlaringiz hajata, hajimama qilgan yenge rahmat. Mening bolalarim sifatsiz. Allohim sizning ham bolalaringiz sifat. Xudoyim yaxshi kunlaringizda xizmat etib yurmoq nasib etgay. Rahmat yenge, hech kutmadim chiqarasiz deb bolangizni katta rahmat yenge. Hech kutmadim yengamdan rahmat yenge. Katta rahmat hammasi uchun. Hammasini arziysiz, qalbingizga quvonch ulasha olgan bo'lsak behoyat xursandmiz. Ushbu ezgu kunlarda yo'llagan samimiy tabrigimiz qalbingizni quvonchga to'ldi. Xotirangizda unutilmas lahza bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. Yana bir bor Rahmatjonning tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Alloh unga sog'lomlik, uzoq va baxtli umr, ota-onasi hamda yaqinlariga esa farzandlari shunday quvonch ko'rib, nevaralar ko'rib, to'ylarni ko'rib o'tirish nasib etsin. Sizning eng unutilmas lahzalaringizga hamroh bo'lganimizdan mamnunmiz. Rahmat. Sening ham ishlaringda omadlar tilayman. Martabalar ulug' bo'g'ay, el ardog'ida hamisha yuravergaysan. Amin, amin. Shunday nelarni tashkillarni ko'plarni o'tirib, hammaning quvonchina sherik bo'lib yurish nasib etsin sana Xudoyim. Rahmat kattakon, aytganingiz kelsin. Amin, amin. Rahmatjon, rahmat aytasiz. Katta rahmat sizni hammasi uchun. Alloh taolo Temur og'asi, Shuhrat otasini alohida rahmat aytasiz. Barchasini yaxshi ko'raman, rahmat dedi. Rahmatjon. Hammasiga arziysiz, qalbingizni quvonchga to'ldira olganimizdan juda ham xursandmiz. Salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazingizlar. Yaxshi, rahmat hammasi uchun. Hammasini arziysiz. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Zotlar ismida sen Davud bolam. Ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib, onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Borgan sari shirinliging ortib borar. Mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bolajonim beg'uborim kundan kunga, endi seni zo'r kelajak kutib qolar. Otangni bor boyligi sen jon o'g'lim. Shu gap
Gaplarım esingde tut can oğlum. Seni bergen Xudoga ming shukrlar ey. İsmin kabi bol ulug' inson oğlum. Seni bergen Allohga ming shukrlar ey. İsmin kabi bol ulug' inson oğlum. İsmin kabi bol ulug' inson oğlum.